Salom futbol muxlislari. Bugun Portugaliya va Kongo o'rtasidagi jahon chempionati o'yin tahlillari qilamiz. Ko'pchilik Portugaliyani bu uchrashuvning aniq favoriti deb hisoblagan edi. Tarkibda Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva kabi yulduzlar bor. Ammo maydondagi voqealar kutilganidan boshqacha rivojlandi. O'yin juda tez boshlandi. Portugaliya erta gol urib hisobni 1-0 ko'rinishiga olib keldi. Shu paytda ko'pchilik Portugaliyani yirik hisobda g'alaba qozonadi deb o'yladi, lekin Kongo taslim bo'lmadi. Ular himoyada tartibli harakat qildi va qarshi hujumlardan foydalanishga harakat qildi. Birinchi bo'lim davomida Portugaliya ko'proq to'p nazorat qildi. Ularning paslari aniqroq, hujumlari xavfliroq edi. Biroq Kongo futbolchilari kurashuvchanlik va intizom evaziga raqibga katta imkoniyatlar yaratib bermadi. Birinchi bo'lim oxirlarida Kongo o'z mehnatining samarasini oldi. Tezkor hujum natijasida ular hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo'ldi. Hisob 1-1 bo'ldi va o'yin yana boshdan boshlandi. Ikkinchi bo'limda Portugaliya g'alaba golini qidirishda davom etdi. Ronaldo va uning jamoadoshlari bir necha xavfli vaziyatlar yaratdi, ammo yakuniy zarbalarda aniqlik yetishmadi. Kongo darvozaboni ham ishonchli o'yin namoyish etdi. Kongo esa himoya yopilib qolmadi. Ular vaqti bilan qarshi hujumlarga chiqib, Portugaliya himoyasini ham bezovta qildi. Shu sababli Portugaliya barcha futbolchilarni hujumga tashlashga ham jur'at qila olmadi. Yakuniy